أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alloh taoloning iltifoti bilan sura Ali Imronning 124 oyatiga keldik. İlgirki oyatida Alloh taolo shu Yahudi xristianlarni, ya'ni g'ayrimusulmonlarni do'st tutishdan, ularni sirdosh do'st qilishdan to'sqanlik haqidagi shu mazmunlik oyatini o'qib o'tgandik. Ma oyatida hamda Alloh taoloninki mu'minlarga Badr g'azotida yordam berganligi haqidagi mazmunlarni o'qiydi ekanmiz. Bu Badr g'azoti islomdagi tunji g'azot, haq bilan botilning orasi ayrilgan g'azot deyildi. Bu oyat e, musulmonlar mag'lub bo'lgan chog'da Alloh taologa ularga Allohning ne'matini eslatish uchun nozil bo'lgan deydi. Estaizu billah va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum adillah fattaqulloha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Yine Allah Teala sizlerge Bedir gazasında yardım berdi. O çağda sizler har halette idinlar. Yine küçsüz idinlar. Sanınlar ve Kur'anlar az idi. Allah'ın sizlerge bergen nusretiga şükür qilish yusidan Allah'tan qo'rqinglar. Ey Muhammed, öz vaqtida sen mu'minlarga Parvardigoringlar sizlarga 3,000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deytding. Shundoq o yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda, Parvardigoringlar sizlarga 5,000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Alloh uni yana farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb shunday qildi. Yordam faqat g'olib hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidandir deydi. Yani Bedir degan Makka bilan Madinaning orasidagi bir shaharningki bir o'rinning ismi. Shu Bedir shu joyda yuz bergan g'azot to'g'ashqa Bedir g'azoti deb atalgan ekan. Yani o chaqda shu Bedir g'azotida sizlarning soninglar, Qur'oninglar oz holatda, ya'ni ashunda xor holatda edinglar. Shunda bo'lsin Alloh sizlarga yordam berdi. Yani Allohning mush ne'matini eslanglar. Allohdan qo'rqinglar, shukr qilishinglar uchun. Yani Allohning ne'matlariga shukr qilishinglar uchun. O'z vaqtida itoat qilsin mu'minlarga, ya'ni va'da qilatding ularga, ularning ko'nglini xotirjam qilish uchun. Kifoya qilmamdi sizlarga, Allohning sizlarga, ya'ni Parvardigoringlarning sizlarga 3,000 farishta bilan yordam berishi. Ya'ni yumiddakum degan yu'inakum. 3,000 osmondan tushirilgan 3,000 farishta bilan yordam berishni kifoya qilmamdi deytding. Munzarin, munazzalin deb ikki xil o'qilganda. Bala degan ya'ni yakfikum zalika. Shu sizlarga kifoya qiladi. Sur Anfalda kelishicha dastlabda 1000 farishta bilan yordam qilgan deydi Alloh taolo. Chunki dastlabda yordam qildi Alloh taolo ularga shu 3,000, ya'ni 1000 farishta bilan. Ondan u farishtalar 3,000 bo'ldi, ondan 5,000 bo'ldi deydi. In tasbiru, agar dushmanga uchrashgan vaqtda sabr qilsanglar va Allohning amriga muxolifatchilik qilish jihatda Allohdan qo'rqsanglar, va ya'tukum min favrihim. Mushriklar sizlarga o'zimninki belgilangan vaqtida kelgan holatda o'sha sabr qilsanglar, va ya'tukum degan ya'ni kelayotgan holatda, mushriklar sizga kelgan holatda demakchida. Sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar,
Yordam berdi al Parvardigoringiz sizlarga 5000 farishta bilan. Musawwamin. Vovning kasrasi bilan fathasi bilan o'qilgan. Musawwamin, musawwimin. Yani muallimin. Yani belge qilingan farishta bilan demoqchi. Muallimin yine o'zlariga jang alomatlari bilan belgi qo'yilgan, işte belgi qilingan farishta bilan demoqchi. Vaqad sabaru. Amaliyotda u mu'minlar shu jangda sabr qildi. Alloh taolo o'zining va'dasini amalga oshirdi. Qandoq desa, ular bilan nurg'unlagan farishtalar otlar orqali işte urush qildi deydi. Otlarga mingan holatdagi farishtalar urush qildi. Bulqun degan ablaqning ko'pligi ekan. U yuzi qora, qolgan yerlari oq mundoq otlarni shu xaylun bulqun deb ataydi ekan. U farishtalarning ustida seriq yoki oq mujda ranglik sallalar bor. Ular u farishta sallalarni ikki tog'ning o'tirisida bunday qo'yib yotgan edi deydi. Shundaq farishtalarni Alloh taolo avatib ularga yordam bergan ekan. Va ma ja'alahulloh qilmadi u yordamni Alloh taolo faqatla nima uchun desa sizlarga bishorat bo'lish uchun yordam berish bilan valitatma'inna qulubukum bih va sizlarning qalbinglarning shu yordam bilan sokin tepishcha xotirjam bo'lishi uchun shunday qildi. Shuningdan voysimay u qalb fala tajza degan ya'ni ash qalb voysimaydi dushmanning ko'pligidan sizlarning soninglarning ozliqidan voysimaydi uchun. Va man nasru illa min indillahil azizil hakim. Yordam faqat g'olib hikmat bilan ish qiluvchi Alloh taoloning tarafidandir. Alloh o yordamni o'zi xohlagan odamga beradi. Hargiz qarshi tarafning dushmanninki jangchilarning sonining ko'pligi bilan unda bo'lmaydi. Balki demak Allohning yordami sonning ko'pligi bilan emas, balki Alloh o'zi yordam berishni xohlagan odamga yordam shundoq yordam bersa Allohning yordami keladi demoqchi. Liyaqta'a tarafan min allazina kafaru. Yana kufrlik qilganlarning bir tarafini bir qismini halok qilish uchun shunday sizlarga Alloh taolo yordam berdi. Yani Allohning yordami shu sababdan bo'ldi. Yine liyaqta'a degan nasaraga atib ekan. Nasrakum. Va laqad nasrakumullohu bi badri va antum adillah degan nima ekanda. Yine Alloh taolo sizlarga Badr g'azotida yordam berdi. Nima uchun desa, kufrlik qilganlarning bir qismini halok qilish uchun. Ularni o'ldirilishi bilan, ularning asir elinishi bilan, shundoq ularni halok bo'lish uchun. Aw yakbitahum yoki ularni mag'lub qilish bilan xor qilish uchun. Shuning bilan ular mag'lub bo'lgan, xarab bo'lgan holatda keyniga yanadi deydi. Lam yanalu ma ramuhu. Yani o'zlari ko'zlagan maqsadga yetolmaydi shuning bilan. Yaqta'a tarafan min allazina kafaru degan ma tafsir bo'yicha hozir o 5-dagi oyatning 5-dagi shu valaqad nasrakumullohu bi badri va antum adillah degan shu yerga mutaalliq ekan. Yani Alloh taolaning yordam berishi ma'u sababdan demoqchi. Hem keyingi oyatning nozil bo'lish sababi nima desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kishlari sunib yuzi jarohatlangan vaqtda deydi Uhud g'azoti bo'lgan kunisi. Ve Peygamber aleyhisselam keyfe yuflihu kavmun hadabu vecihe nebiyihim biddemi. Peygamberinin yüzüne kan bilen boyu etken kavim kandak necet tapudu degan vaqtda bu ayet nazil bo'lgan deydi. Leysa leke minel emri şey'un ev yetuba aleyhim ev yuazzibahum fe innehum zalimun. Yine iş seninki ilikinde emas. Yani hemmiş Allah'ınki uğurlaştırıştan buludu. Yani ey Muhammed Aleyhisselam hiç iş senin. Yani bendilerin işlerinin tedbiri senin ixtiyorunda emasdir. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi, ya ular zolim bo'lganlik uchun kufrda ching tursa, ularni azobga duchor qiladi deydi. Yani belil amru lillah fasbir. Balki ish butun hukm Allohga xosdir. Shunga sen o'zingga yetgan shu ishdan sabr qilgin. Yani bütün müminlerge bir hitapta bu hazırımda.
Yani hem iş Allah'ınki ilkide beşinla kelgen her qanday ishqa sabr qilinglar. Ev degan ila en degan ma'noda ekan. Yani hech ish seninki ilkingda emas. Ne bilib toki ular tövbe qilgan qadar degan ma'no chiqdi bu yerda. Musulmon bo'lishi bilan Alloh ularning tövbesini qabul qilgan qadar. En yatuba degan yatuba alayhim. Yani Alloh ularning tövbesini qabul qilgan qadar degan bo'ldi. Yatubaning payı Alloh bo'ldi da bu yerda. Yani yoki Alloh ular musulmon bo'lsa ularning tövbesini qabul qiladi, yoki ularni azoblaydi. Ularning zolim bo'lganligi uchun. Fa innahum zolimun. Ular kuporlik qilish bilan o'zlariga zulm qiluvchilardir. Fa innahum degan chunki valillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohga xosdir. Podshohlik jihatda, yaratish jihatda va ularning qulluq qilish jihatda hamma narsa Allohga xosdir. Alloh mag'firat qilishni xohlagan odamni o'zi mag'firat qiladi va azoblashni xohlagan kishini azoblaydi. Vallohu g'afurur rahim. Alloh taolo mag'firat qiluvchidir. Ya'ni o'zining do'stlarini mag'firat qiluvchidir. O'ziga itoat qilgan kishilarga rahim qiluvchidir. Xo'sh, endi keyingi oyat ahkam oyatiga o'tkirib ketdimdi. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Ey iymon etgan mu'minlar, sizlar jazoni hasilab yemanglar. Vattaqulloha la'allakum tuflihun. Nijotga erishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Jazoni qatma-qat oshirib yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Alloh nahiy qilgan ishlarni tark etib Allohdan qo'rqinglar. Kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'lgan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar deydi. Ya'ni mudoafa degan alif bilan va alifsiz o'qildi. Ya'ni mudoafatan. Alif bilan degani dotning keyingi alifni demoqchi endi. Alifni ilib mudoafatan demada ikki xil o'qildi demoqchi ekan. Ya'ni jazonini qatma-qat yemanglar. Ya'ni qandoq desa, malda ajri kelgan vaqtda dastlabda olgan qarzdan oshirib ziyod qilishinglar bilan, endi dastlabda qarz yeb turgan ona puldan ziyod qilib erishinglar bilan bunda jazoni qilmanglar yoki kechiktirib berish orqali bunda jazoni qilmanglar. Yani talabni kechiktirib. Vattaqulloha. Allohdan qo'rqinglar. Shu jazoni tark etish bilan la'allakum tuflihun nijotga erishinglar uchun. Va kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan qo'rqinglar. Shu do'zax bilan azoblanib qilishinglardan qo'rqinglar. Shuni saqlaninglar demoqchi. Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar, rahim qilinishinglar uchun. Allohning rahmatiga erishinglar uchun. Vasari'u ila mag'firatin min robbikum. Vasari'u vav bilan va vavsiz o'qiladi. Vasari'u yoki sari'u nima o'qildi demoqchi ekanda. Ila mag'firatin min robbikum. Parvardigoringlar tarafdan bo'lgan mag'firatga oldiringlar va kengniki osmonlar va zamincha keladigan jannatga oldiringlar. Ya'ni osmon zaminning kengligiga o'xshash shunday kengli bo'lgan jannatga kelmish. Ya'ni jannatning cho'ngligini ifodalayotdi bu yerda. Kengligi anda bo'lgan dedi. Uzunligini demadi, kengligi. Ya'ni kengligi osmon zamincha keladigan jannatga oldiringlar. Law wasilat ihtahuma bil ukhra. Ya'ni u osmon zaminning birisi yana birisiga ulinib qolgan taqdirda u texmi yo'g'on bo'ldi demoqchida bu yerda. Val ardu arzu degan kenglish ekanini bildirdi ekan. Ya'ni muttaqilar uchun tayyorlangan shu jannatga oldiringlar. Muttaqilar degan toat ibodatlarni qilish bilan, ma'siyatlarni tark etish bilan Allohdan qo'rqqanlar uchun tayyorlangan demoqchi. U muttaqilar qanday kishilar desa, yunfiquna fis-sirra'i wad-darra. Ular bayashat vaqtimi, qiyinchilik vaqtimi Alloh taolaning itoatida nafiq qilib turganlar. Val kaziminal g'ayz va kuchi yetadigan turuqliq ochiqni yutadiganlar. Yani el kafina an imdaihi. Yani
kuchi yetidi, bir ish qila oladigan turuqliq ochiqni yutqanlar. Vel afina anin nas. Va kishilarni kechirib o'tganlar, afo qilib o'tganlar. Yine zulm qilganlarga zulm qilmay ularni kechirib o'tganlar. Yoki, ya'ni ularni jazolashni tark etganlar degan bo'lgan. Yine mushundoq kishilarga tayyorlangan muttaqiylar uchundir demoqchi. Yine muttaqiylarniki sifatini bayon qilyapti-da bu yerda. Vallohu yuhibbul muhsinin. Ya yuqorqi sifatlar bilan sifatlanganlar yaxshilik qiluvchilar bo'ldi ekan. Alloh taolo shunday yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Ya'ni ularga savob beradi. Vallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Va yana ular shunday kishilarki, muttaqiylar, agar ular bir yomon qabih ishni qilib qolsa, zinoga o'xshash bir qabih bir gunoh ishni qilib qolsa, fohish ishni yoki o'zlariga zulm qilsa, ya'ni bima dunahu kal qubla. Yine zina emas, zinadan tuvan turgan yoki masalan bir nomahram ayolni suyib qo'ygan o'xshash shunday bir ishlarni qilib o'ziga zulm qilib qo'ygan bo'lsa, zakarulloha, ular darhol Allohni eslaydi. Allohninki va'dasini, jazosini eslaydi. Shuning bilan gunohlarga mag'firat talab qiladi. Fastaghfiru li zunubihim. Va man yaghfiru zunuba illalloh. Allohdan boshqa kimni gunohlarni mag'firat qilsin? Va lam yusirru ala ma fa'alu. Endi ular bir yomon ishni qilib qo'yganlar Allohga tövbe qildi, istig'for etdi. Undan keyin o'zlari qilib qilgan shu ishni davomli qilmaydi, ching turib olmaydi. Tövbe qilgandan keyin endi shu tövbesi ching turadi demoqchi. Bal aqla'u anhu. Balki undan butunlay qo'l uzdi deydi. Va hum ya'lamun. Ular bilib turgan holatda, ya'ni o'zlari qilgan shu ishninki ma'siyat ekanligini bilib turib, shu qilgan ishida ching turib olmaydi deydi. Yine mushunda muttaqiylarniki sifatlarining birisi ma'lum. Ulaika jazaohum mag'firatun min robbihim. Shular bo'lsa, ularning mukofoti nima degan chaqda Parvardigor tarafdan bo'lgan mag'firat va jannatlardurki, iqib turdi va jannatlarning ostidan o'stinglar. Xolidina fiha. Ular shu jannatlarda mangu qoluvchilardir. Xolidina fiha degan muqaddar hol deydi. Ya'ni muqaddarinal xuluda fiha idza dakhaluha degan bo'ldi ekan. Ya'ni shu jannatga kirgan chaqda mangu qilishni mo'ljalgan holatda degan. Ya'ni mangu qoladi degan gap hamda. Va ni'ma ajrul amilin. Amal qiluvchilarning ajri nima degan katta. Yani itoat qilish bilan amal qiluvchilarningki amal qiluvchilarga berilgan bu ajr nima degan katta ajrdir deydi. Yani Alloh taolo hammalarni shu jannat ahliniki sifatlar bilan sifatlanishga nasib qilsin. Gunoh ma'siyatda inson har qanday inson xatolashadi. Xatolashgan insonlarniki eng yaxshisi tövbe qiluvchilar degan hamda. Tövbe qilib, tövbe degan shu bir gunoh ma'siyat qilib qo'ygan bo'lsa, uningkin bundan keyin men qat'iy bu gunohni qilmayman deb ko'nglidan shundoq tövbe istig'for aytib, bundan keyin qat'iy shu gunohni qilmaslikka bel bog'lash, ma haqiqiy tövbe. Endi shunda bel bog'lab tövbe qilibdi, ma'lum mezgil o'tgandan keyin yana o'ziniki nafsi ojizlik qilib, yana gunoh masiyat qilib qo'ygan bo'lsa, u chaqda endi uni tövbesi qabul bo'lmaydi demaydi ekanmiz. Balki yana ikkinchi qatim yana gunoh masiyat qilib qo'ygan bo'lsa, yana tövbe qilsa Alloh qabul qiladi. Uningki yana gunoh masiyat qilib qo'ysa, qilib qolgan bo'lsa, yana shu qalbidan tövbe istig'for etib, haqiqiy tövbe qilsa Alloh taolo tövbeni qabul qiladi deydi. Endi gunoh masiyat o'tkazganlarga qarata uning sening tövben qabul bo'lmaydi demaydi ekanmiz. Mana qayta gunoh qilgan bo'lsa, qayta tövbe istig'for etavergan bo'lsa, chin qalbidan ixlos bilan shuni tövbe istig'for etavergan bo'lsa, Alloh uning tövbesini qabul qildi ekan. Madamiki shu tövbe qabul bo'lmaydigan holat kelib qolishdan burunla tövbe qilib turgan bo'lsa, Alloh gunoh o'tkazganlarningki tövbesini qabul qildi ekan. Alloh taolo hammalarning shu tövbe qiluvchilarning istig'for etib turuvchilarning qatoridan qilib olsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk.